ghammul iyal sitrun minan nar va ta'atul khaliq amanun minal azab va sabru ala ta'ati afdalu min ibadati 60 sana va ghammul maut kafaratu dhunubi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytibdilar: oilani baqish, farzandlarni baqishlikni g'ami, tashvishi jahannamdan parda bo'ladi dedilar. Farzandni baqaman, oilani baqaman, ro'zg'orni teryapman deyaptimi? Shuni g'ami o'zi insonni jahannamdan parda qiladi. Allohga itoat qilish azobdan omonda bo'ladi dedilar. Mana itoatimiz, Xudoning uyida o'tiribmiz. Allohga itoat qilaman deb itoatda yuryapmizmi? Demak, Alloh bizga azob bermas ekan. Alloh o'zi najot bersin. Toat ibodatda sabrli bo'lib turishlik, toat ibodatda sabr bilan hayot kechirishlikning savobi 60 yillik ibodatdan afzaldir deyaptilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'limni g'ami esa gunohlarga kaforat bo'luvchidir dedilar. Insonga o'lim qachon kelishligini bilmaymiz. O'lim insonda hayotimizga bekitilgan. Qadr kecha Ramazon sharifning ichiga bekitilgan. Ismi azam Allohning ismlarini ichiga bekitilgan. Duo bir haftani ichiga bekitilgan. Duoni ijobat bo'lishi juma kunini ichiga bekitilgan. Allohning g'azabi bandalarni qiladigan gunohlarni ichiga bekitilgan. Allohning rizoligi ibodatlarni ichiga bekitilgan. O'lim ham insonda hayotini ichiga bekitilgan. Qachon borishligimizni bilmaymiz. Lekin shuni g'am qilib o'ylab qo'yish insonni gunohlarimizga kaforat bo'lar.